Mana 5 korpusli puliklarimiz keldi sotuvga. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun xudo xolasa o'sha Ariondan tepa traktorlarga zo'r ko'proq zahmat olsin, ishim unsin. Menda ot kuchi katta traktorim bor deydiganlarga 5 korpusli pulik narxi vobshe arzon. Narxini aytaman, yozib qo'yaman tagida, video tagida yozib qo'yaman. Qiziqadiganlar bo'lsa, tezroq aloqaga chiqasizlar. Faqat ikkita bor, 5 ta korpuslikdan ikkita qolgan. Azamat akam shetda. Buni zo'r tarafi predprujnik bo'ladi. Dolta joylari mana. Limixlari bor, o'zimizda hammasining zapchaslari bor. Ramalar ham unaqa yengil, nima emas. O'ziga mos, baquvvat ramalardan qo'yilgan. Buni zo'r tarafi, buni zahvati o'zgaradi mana. Har bitta korpusda teshiklar qo'yilgan. Kimgadir uzoq, kimgadir yaqin joylashishi. O'sha chinqirqarlari mana o't qolib ketmaydi. Ko'p odam biladi, bug'doydan keyin zo'r ishlab beradi. Bu mana og'irligiga keladigan bo'lsak, bu 41 sm chuqurlikkacha hayda oladi. 1 tonna 480 kg og'irligi. Kimga kerak bo'lsa, o'zini narxida bo'lib turash 2 yilgacha qilib beramiz рассрочка sifatida. Naqd pulga yana kirishtirib beramiz, dastavka tekin.